Avval xabar berganimizdek, yakunlangan 2025-yildan boshlab Surxondaryo viloyatida ilk marotaba yapon tili maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'qitilmoqda. Kuni kecha Termiz davlat universitetining xorijiy filologiya fakultetida fors va yapon madaniyati kuni bo'lib o'tdi. Tadbirda fors va yapon milliy taomlari, an'anaviy kiyimlari, musiqa va raqslari keng namoyish etildi. Ishtirokchilar bu tadbirlarni ta'lim va madaniy hamkorlikda muhim ahamiyatga ega deb baholashdi. Hozir shu haqda. So'nggi yillarda O'zbekiston va Yaponiya munosabatlari o'zining yangi bosqichiga ko'tarilmoqda. Ikki mamlakat o'rtasida ishlab chiqarish, ta'lim va ilmiy madaniy sohalarda qator kelishuvlar amalga oshirildi. Bu hamkorlik nafaqat iqtisodiy, balki ta'lim va madaniy muloqot sohalariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatida ilk marotaba yapon tilini o'qitish maktablarda, so'ngra Termiz davlat universitetida keng yo'lga qo'yildi. Bu tadbirlar natijasida hozirgi kunda mintaqada yapon tilidan foydalanish imkoniyatlari sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari, fors tili ham yangi yo'nalish sifatida xorijiy filologiya fakultetida tashkil etildi. Talabalar uchun qator madaniy va ta'limiy faoliyatlar olib borilmoqda. Kuni kecha fakultetda fors va yapon madaniyati kuni mavzusida tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbir ikki xalqning boy madaniy merosini namoyish etishga qaratildi. Talabalar hamda fakultet mehmonlari uchun yodda qolarli voqeaga aylandi. Tadbirda fors madaniyati, milliy taomlar, an'anaviy kiyimlar, musiqa va raqslar, adabiyot va geografiya sohasidagi boyliklariga e'tibor qaratilgan bo'lsa, yapon madaniyatida milliy taomlar, an'anaviy kiyimlar, musiqa va raqs, tarixiy va madaniy meros kabi yo'nalishlar keng yoritildi. Dekabr oyidan boshlab, ya'ni yapon tili ochiq darslari, to'garaklari va kurslar boshlandi. Biz faqat yapon tilini o'rganishdan tashqari, Yaponiya madaniyatini, adabiyotini va shunga o'xshash Yaponiyani ochib beradigan turli yo'nalishlardan ham biz o'rgatamiz va shuni hammaga ko'rsatib berish maqsadida, ya'ni Yaponiya madaniyatini ochib berish maqsadida bu tadbirimizni olib bordik. Ta'kidlash kerakki, bunday tadbirlar talabalarda milliy va xalqaro madaniy qadriyatlarga ehtiromni rivojlantirish, o'zaro muloqot va anglashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga ular ta'lim sifati va innovatsion o'quv jarayoniga ham sezilarli hissa qo'shadi. Ohayo gozaimasu. Mana ko'rib turganingizdek, bugun nafaqat yapon tili, balki fors tili bilan birgalikda umumiy bir katta tadbir uyushtirdik. Bu tadbirda asosan Yaponiyani umumiy tadbirini va undagi an'ana, adabiyot, mehr hammasini o'zbek an'anasi bilan umumiy uyg'unlashtirilgan holda juda bir katta tadbir o'tkazdik. Bu yerda asosan Yaponiya choylari, Yaponiya sovg'alari va Yaponiya ovqatlari, sushi kabi ovqatlarni ham tayyorlaganmiz. Ya'ni buni nafaqat o'zimizni, balki boshqa fakultet o'quvchilari, ustozlariga ham yapon tilini umumiy bir singdirish orqali bir katta tadbir uyushtirgan edik. Yapon madaniyatida ularning sokinligi, umumiy musiqa an'analari va ta'lim jihatidan juda ko'p narsa biz bilan uyg'unligi bor. Aytish kerak, O'zbekiston va Yaponiya fors madaniy hamkorligi nafaqat ushbu xalqlarning boy merosini o'rganish, balki ta'lim va ilmiy sohada ham yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu hamkorlik kelgusi yillarda ham yanada rivojlanib, mamlakatlardagi talabalar uchun yangi va samarali ilmiy, madaniy, ta'limiy imkoniyatlarni yaratadi.